Mana nasib bo'lsa 1,5 oydan keyin to'yingiz ekan. Siz to'yga qanday tayyorgarlik ko'ryapsiz? Zo'r aka, restoran gaplashilingan, videochi gaplashilingan, ho'kiz boqilyapti, zagsga ariza berilgan. Xudo xolasa bir amallab uylanmasak, xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi. Yaxshi, juda ham zo'r. Endi baxtli oila qurish uchun nechta kitob o'qidingiz? Sog'lom farzand ko'rish uchun, sog'lom ota bo'lish uchun, sog'lom jinsiy hayot qurish uchun siz nima ishlar qildingiz? O'zi aslida biz to'yga qanday qilib tayyorgarlik ko'rishimiz kerak? Mana shular haqida bir o'ylab ko'rdingizmi? Yo'q aka, bu narsa haqida umuman o'ylab ko'rmaganman. Jo'ralardan eshitganman, shu to'ydan 3-4 oy oldin tayyorlansang yaxshi bo'lib ketadi degan. O'zi bu narsa bo'yicha tayyorgarlik ko'rish kerakligini ham bilmayman hali. Aziz do'stlar, sizlar nima deb o'ylaysizlar? To'yga aslida qanday qilib tayyorgarlik ko'rish kerak? Aynan siz qanaqa tayyorgarlik ko'rgansiz? Qanaqa kitoblar o'qigansiz? Sog'lom ota bo'lish uchun, sog'lom farzandlar ko'rish uchun, sog'lom jinsiy hayot qurish uchun nimalar qilgansiz yoki nimalar qilish kerak deb o'ylaysizlar? Kommentariyalarda yozamiz.